1 mart birinchi smenada ham, ikkinchi smenada ham tushgan savol. Xo'p, mana shu yerda sonni butun qismi va kasr qismi berilgan. Endi o'rtoqlar, biz birinchi taxminan hisoblab olaylik. Masalan, LG5 nechilar? LG5 bu yerda 10 bo'lsa, logaritm 10^5 bu 1 dan kichkina va 0 dan katta bo'lgan bitta son. Masalan, 0.4 tir, 0.5 tir. Xo'p, LG 01 chi? U qanday son? LG 01. Bu 1/10 ham deb berilgan ko'pchilikka. LG 01 degani o'rtoqlar bu aniq son. Unda nechinchisi 1/10? -1-chi. Bu -1 ekan. Endi ln 3 chi? ln 3 bu logaritm y asosiga ko'ra 3 degani. Mana bu yerda y bor. Demak, 2.7 ning nechinchisi 3 bo'ladi? 1 dan kattaroq darajasi. Demak, 1 dan 2 gacha bo'lgan oraliqda mana shu. Endi ln 5 qarang. Mana shu 0 butun nechidir dedik? Uni butun qismi 0 bo'ladi. Mana bu to'rtburchak qavs butun qismi degani 3 ko'paygan 0 bo'ladi. Minus 5 ko'paygan. Xo'p, buni aniq qiymati bor ekan, -1 ln 01 deki. LG 01 deki. Xo'p, plus 7 ko'paygan. Endi qarang, ln 3. ln 3 ni demak biz aytdikki 1 bilan 2 ning orasidagi son dedik, butun qismi 1 bo'ladi. Shu keyin kasr qism qavsicha turibdi, katta qavs kasr qism. Xo'p, bu 0 bo'ldi, bu plus 5 bo'ldi. Xo'p, bu 7 bo'ldi. Bu o'rtoqlar 12 bo'ldi keyin. Qo'shganimizda 12 bo'ldi. 12 ning kasr qismi 0 bo'ladi. Endi mana bu kasr qismda ichida butun son tursa, eslab qoling. Kasr qismda ichida butun son hosil bo'lib qolsa, bu 0. Chunki 12 ning kasr qismi yo'q-ku, 12 butun 0 desak bo'ladi. Shunda kasr qismi 0. A variantda berilgan.